11 million so'mdan kam bor ekan. 9,5 million so'mdan savdosi bo'pti xunajilar. Mana sizlarga xunajilar bozor bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, assalomu hurmatli bozor obunachilar, YouTube kuzatuvchi aka-uka opasining qadrlarini. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga yakshanba 3-aprel sanasiga xudo xolasa. Sizlar xunajilarda katta-kichiklardan tanishamiz. Akalar, sizlardan bittadan like so'raymiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Boshladi akalar. 12,5 million so'mni tanlab olishga xunajilar. Mana akalar. 12 million so'm narx aytilyapti. 12 million so'm narx aytilyapti. 15 million so'm narx aytilyapti xunajimizga. Mana akalar. 12 million birinchi bozor savdo qilibdi. 14 million so'm narx aytilyapti shu xunajimiz. Bo'lan ketishlar akalar. 12 million so'm narx aytilyapti shunisiga. Mana akalar. 13,5 million so'mdan tanlab olishga xunajilar olaqoraga Eston. 11,5 million so'm sotiladi mana. Chiroyli bo'g'oz ekan, 32 million so'm narx aytilyapti. Mana bo'lari 35-40 ga totadigan joylarga mana akalar bemalol. Ko'rdingizlar akalar. 6,5 oylik bo'g'oz 26,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Mana bo'ylari 25 kurslar bilan xudo xolasa. 20 million so'm narx aytilyapti shu xunajinga. Mana bo'ylari 12 million 300 ming so'mga baraka bo'lib shu xunajinimiz. Mana akalar. 7 oylik bo'g'oz 22 million so'm 23 million so'm savdosi bo'layotgan bunisini. Mana akalar. 12 million 500 ming so'mga baraka bo'lib shu xunajinimiz. Mana bo'ylarini ko'rib akalar. Farg'ona viloyati Quvvatman Qo'chqor bozorda akalar.